Do'stlar, suv nima deyapti? 159 turba bilan 150 metr masofada. O'rtacha 5-6 metr podiyum bor. Pastdan chiqib kelyapti. Ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin. Turba 159 talik turba. Hozir asos ispitaniya qilib chiqarib ko'rilyapti. Mana hozir kabellari yerda turibdi. Sinov muddat qilib hozir chiqarib qo'yildi. Cho'tga tashlab berib turibdi. Suv obi hayot. O'ta go'zal. 11 kilovat bilan 150 metr masofada 6 metr 5-6 metr atrofida podiyum bor. 11 kilovat rasodib turibdi nasos. To'kimizga keladigan bo'lsak, transformatordan 800 metr masofada transformatordan 800 metr masofada nasos turibdi. Shuning uchun berga 11 kilovat qo'yildi. Mana stalbalar уже o'rnadi. Berga hozir kabel ko'tarib qo'yiladi. Shunaqa, bundan berga ko'proq suv chiqarsa ham bo'ladi, lekin transformator uzoq bo'lganligi uchun 11 kilovat yaxshiroq yechim bo'lgani uchun qo'yildi. Nasos mana shu chuqurlikda turibdi. Mana shu ikkala insonning orqasida shit turibdi. Shitdan yana 3 metr, 4 metr pastda nasos turibdi. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana bu yoqdan kirib kelgan ko'chaning boshida transformator 800 metrda. Ko'rishlaring mumkin. Kimga mana shunaqa ishlar qilish kerak bo'lsa, bemalol ekranda turgan nomerlarga telefon qilishlaring mumkin bo'ladi. Albatta qo'ldan kelgancha chiroyli qilib suvlar chiqarib berishga harakat qilamiz do'stlar. Sherigim o'zining YouTube kanali uchun videoga olyapti. Mana shu holatda bo'lib turibdi. Suv juda go'zal, abdushi ketyapti. Biron narsada